To'lash uchun yetarli mablag' topdim. Spinnerimdan biror eguli chiqsa yaxshi bo'lardi. Obbo, hoy, qatga ketayotganingga qarab yur. Kechirasiz. Kimimni iflos qilding-u? Buning uchun to'lashing kerak. Bu nima ekan? Kir yuvish xarajati uchun olib qolaman. Qaytarib bering iltimos. O'zi sinab qolamayman axir. Bunda katta pul bilan faqat cho'chqaxonada tunay olarding. Pullaring biz bilan xavfsiz. Biror joydan ichimlik olaylik. Arzonmi? Yo'ldan qoch inson. Qolgan chiqindilar bilan axlatxonada uxla. Ahvoling yaxshimi? Rahmat kattakon. Yo'q, kechirasiz. Tinchlan. Hech narsa qilmayman. Voy, qaranglar, jirka. Elf bilan odam rostdanmi? Ko'rdingmi? Bu elf yerga tushib, meni quchoqlash uchun tizzalarini qirqib oldi. Tush ko'rvanmanmi? Yo'q, tush emas. Haqiqat. Biz Irqlar ittifoqiga mansubmiz. Irqlar ittifoqi? Shundoq, bu ma'buda yaratgan 9 irqning barchasini ifodalovchi paytlarimiz nomi. Ko'rib turganingdek, men hayvon sifat odamman. Ismim Garu. Ismim Sasha va men elfman. Ajdarho avlodi Drago. Iblis avlodi Diablo. Jin avlodi Obora. Gnom Nano. Zulmat elf Sion. Kentavr Santor. Demak, endi bizga faqat inson kerak. Shunda qabilalar ittifoqi to'liq bo'ladi. 完璧になるってわけよ。 Biz bu guruhni ezgu maqsad yo'lida tuzdik. Irqiy kamsitilishga chek qo'yib, hamma uchun adolatli dunyo yaratmoqchimiz. Hech qanday kamsitishsiz adolatli dunyo? Bizaga sen keraksan. Man kerakmanmi? Irqlar ittifoqiga xush kelibsan. Rahmat. Ahvoling yaxshimi? Light. O'rdak. Jinursin, bir daqiqa ham jim turmaysan. Oldimda yur, Light. Kechirasizlar. Biza dunyodagi eng katta va og'ir zindonda tubsizlikdamiz. Bu yerda bir narsaga tegsang, bir zumda o'lasan. Kechirasiz.